Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2019-yili Tuqburaxon nashriyat sirbidan nashr qilingan Hasan Ibrohim Dug'aymiyning Siyosiy ashqulluq nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Arabchadan qisqartib tarjima qilguvchi Abdurahmon Jamal Kashg'ari. Kitob 4 qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda hozirgi siyosiy ashqulluqning sabablari, ikkinchi qismda siyosiy ashqulluqning xarakteri, uchinchi qismda siyosiy natijalarning aqibati, to'rtinchi qismda Suriyadagi siyosiy ashqulluqning tajribasi bayon qilingan va oxirdagi xotimasida siyosiy ashqulluqni azaytish choralari berilgan. Muqaddima o'rnida. Muhtaram kitobxon, qo'lingizdagi bu kitob Hasan Ibrohim Dug'aymiyning Siyosiy ashqulluq nomli kitobining qisqartirilmasidir. Bu kitob siyosiy ashqulluq va fikriy ashqulluqni keltirib chiqarayotgan masalalar haqida izlanish olib borgan kitoblarning muhimlaridan biri sanaladi. Chunki bu kitobning avtori naq maydonning shahidi bo'lish sifati bilan masalalarni ochiq va dalillik o'tirg'a qo'ygan. Siyosiy ashqulluq va siyosiy ashqun iqimlar haqida nurg'un kitoblar yozilgan bo'lsa-mu, bu kitob ilmiy tanqid asosida jur'at bilan o'tirg'a qo'yishga tegishli bir bo'lak masalalarni o'qirmanga sungan. Albatta, tanqidni qabul qilish qiyinga tushadi. Biroq tanqid ilmiy bo'lsa, qabul qilish foydalidir. Bo'libmi, bizga o'xshash 20 yildan beri ayni balakda so'rgilayotgan kishilar uchun unumlik va o'lchamlik yangi yo'l topishda bakrak foydali kelsa ajab emas. Kitobning biz bilan aloqasi bo'lmagan, Uyg'ur jamiyatiga foyda olib kelmaydigan ba'zi abzaslari, hatto ba'zi batlari qisqartirilib, muhim deb qaralgan nuqtalar tarjima qilindi. Abdurahmon Jamal Kashg'ari, 2019-yili 10-oy. Arab bahori harakati boshlangandan keyin uzun o'tmay avj olgan ashqun iqimlar haqida cho'nqur savollar o'tirg'a chiqmoqda. Ularning ideya asoslari va e'tiqod manbalari haqida ko'p talash-tartish yuz bermoqda. Chunki ular ko'plagan islom tashkilotlari bilan kelisholmagan. Boshqalarni kofirlik, murtadlik va boshqa turli tuhmatlar bilan haqoratlagan. Buning natijasida xavarij, bag'iy, xalifalik, imomatchilik, ahli sunni, shia, muhabbat nabrat degan masalalar haqidagi talash-tartishlar musulmon xalq ommasi orasiga qadar kengaygan. Shundaqla aqida masalalari harbiy maydonlar va siyosiy talash-tartishlarda maydonga tashlanib, islom nomidagi tashkilotlar o'zaro qurolliq urushgan va kishilarni fitnaga uchratgan. Bu ko'rinishlar haqida belgili qisman ba'zi masalalar munozara qilingan bo'lsa-mu, biroq bu tashkilotlarning kelib chiqish sharoitlari va jarayonlari haqida cho'nqur tadqiqotlar olib berilmagan. Bu kitobcha ashqulluq xarakteridagi tashkilotlarga mumkin bo'lgan hal qilish choralarini taqdim qilish yoki ularning ta'sirini azaytish uchun ularning shakllanish jarayonlari haqida tushunchlarni yaqinlashtirib taqdim qilishga urinadi. Chunki ular orasidagi ichki to'qnashuvlar parchalanib ketgan musulmon allarni texmo titib tashlamoqda. Bo'linib ketgan allarni texmo bo'lib o'tmoqda. O'rta Sharqdagi islom allarini dunyoviy istixborotlarning qo'rchoqlari bo'lgan mustabid hukmronlarga topshirib bermoqda. Halbuki kishilar adolatni, erkinlikni va hurmatini yo'qotib qo'ysa-mu, u mustabid hukmronlardan nisbatan xotirjamlik bor deb qaramoqda. Hurmatli qarindoshlar, texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun qanolimizga a'zo bo'lib, boshqalarga ham baharlab qo'yishni unutmanglar. Rahmat. Taknomakan kitobxonasi. Assalomu